Aql yoshda emas, boshda bo'ladi. Ayolning go'zalligi qoshda bo'ladi. Ming dod demagin, bu bir haqiqat. O'zbekning birligi oshda bo'ladi. O'zining do'stini suymagan o'zbek, do'stning dardiga kuymagan o'zbek, uni yuksalmoqqa qo'ymagan o'zbek, faqatgina oshda do'st bo'lgan o'zbek. Ba'zisining so'zlari oyda bo'ladi, o'zi esa balchiq loyda bo'ladi. Eskidan azaliy qoida bo'ladi. O'zbekni birligi oshda bo'ladi. Dardini aytib tinmay yig'lashar, dunyosi yo'qolsa qalbin tig'lashar, dinin iymonin sotib uxlashar. O'zbeklar faqat oshda birlashar. Ba'zi qo'lida cho'p bilan kezar, kavla bilan qalblarni ezar, juda ham uzoqdan hidini sezar. O'zbekning birligi oshda bo'ladi. Bunga tarixdagi Buxoriy guvoh, shoirlarning shoiri Navoiy guvoh, otib o'ldirilgan Qodiriy guvoh. Allohdan duoda so'raylik panoh, bizni islomda jamlasin Alloh.